Shapkani ham xudo xolasa mana shunga solib qo'ysangiz, naftalin, paftalin, so'mni hech narsa solmasangiz bo'ldi. Qalin vishilka bo'lsin, yelkasi yaxshi turadi. Agar yo'q, yoping va chiroyli qilib taxlab olib qo'ying. Xullas, akam sizga shubani olib keldilar, to'g'rimi? Shuna qo'yib qo'ymang bu narsani. Uyingizga shuba olib olganingizdan keyin, biz chexolga solib berganimizdan keyin qanaqa qilib o'xot qilib, qanaqa qilib joylab qo'yishingizni men sizga hozir o'rgataman bitta. Chexolimiz shu ko'rinishda bo'ladi. Borganda ham shu ko'rinishda turadi. Buni zamok yo'q ekan, bu kostyumga o'xshab solinmas ekan deb o'ylamanglar. Bu narsani mana buni ochsanglar, bunda katta bo'ladi, ko'rdinglarmi? Mana. Shu ko'rinishda bo'ladi va bu shu ko'rinishda qo'ygandan keyin buni yana qanotdan ochishingiz kerak bo'ladi. Mana ochasizlar. Ochgandan keyin mana bu yerda buni o'zini veshilkani iladigan joy bo'ladi. Demak, misol uchun deylik, mana shu shubamizdan ilmoqchimiz. Mana shu shubani ilmoqchimisiz? Qanotdan chiqazib qo'yib, chiroyli qilib ilasiz va ichiga kirgizasiz. Tegib qolish kerak emas, buralib qolish kerak emas. Chiroyli tarzda qalin veshilkaga, yelkasi qalin bo'lgan veshilkaga ilishingiz kerak bo'ladi. Yupqa, ingichka, temir veshilka, taxta veshilkaga kerak emas azizlarim. Qalin veshilka bo'lsin, yelkasi yaxshi turadi. Agar yo'q, menda qalin veshilkaga ehtiyoj bor. Qalin veshilka menga kerak, imkoni yo'q desanglar, xuddi shu holda mana kelgan paytda qanaqa bo'lsa, xuddi shu holga qaytarasiz buni. Bu antimolli, konkretni yaxshi chexol. Mana uzuni bor, kaltasi bor buni. Bu sotilmaydi. Har bitta mahsulotimizga bittadan beriladi norkalarga. Bu tovar kelgandan keyin mana bunaqa ichiga solingan bo'ladi. Solingandan keyin bu zamokka yaxshilab oxirigacha yoping va chiroyli qilib taxlab olib qo'ying. Ustiga narsa qo'ymang. Taxlab qo'ysangiz, ustiga narsa qo'ymasangiz, keyin olganingizda, kiyganingizda dazmol qilish kerak bo'lmay qoladi. Xudo xolasa, shuni olasiz, bir kuncha qo'yib qo'yasiz, keyin kiyib ketaverasiz ertasi kuni. Bir kun oldin olib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Naftalin, sovun, povun hech narsa solmaysizlar. Xo'p, bu shubaniki, kalta shuba, uzun shubaniki. Yaqinda sarpaga xudo xolasa buni ranglilari ham keladi yaqinda. Juda ham chiroyli tarzda sarpangizni ochib beradigan, juda ham chiroyli bukovka qilib beramiz. Korobkalarni beramiz, garantiyalarni beramiz. Xolisangiz yo'q, sarpa korobka kerak menga degan bo'lsa, sarpa korobka ham beramiz. Bu narsani xudo xolasa 3-qavatdan tovarlarimizni xarid qilgan insonlarga sarpa korobkani xudo xolasa sarpaga olinadigan bo'lsa agar xudo xolasa kelishtirib chiroyli tarzda chiroyli narxda qilib beramiz degan umiddaman. Xo'p, bu shapkaniki, qudandalarga yo'q bo'lsam shubani yoniga shapka olaman desangiz, shapkani ham xudo xolasa mana shunga solib qo'ysangiz, naftalin, paftalin, so'mni hech narsa solmasangiz bo'ldi. Hech narsa solmaysiz, kuya yemaydi, hech narsa bo'lmaydi. Maza qilib xudo xolasa ancha yil kiyaverasiz. Xo'p, undan keyin saqlash xudo xolasa tarzlarini, qanaqa saqlash kerakligini, boshqasini hammasini yana batafsil sizda qanaqadir savol bo'lsa beringlar. Yana batafsil qolgan narsalarni ham o'rgatishimiz kerak hali sizlarga. Qolganlarini sekin-sekin o'rgatamiz degan umiddaman. Salafanga solib qo'yish kerakmi, solish kerak emasmi? Kiyib kelgandan keyin qachon solish kerak? Xullas, nima savol bo'lsa beringlar, qo'ldan kelgan javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.